2026-yilning eng kutilgan madaniy dasturlaridan biri Ummon guruhining konsert dasturi Sog'inganim meni nomi ostida o'tkazildi. 10 yillik tanaffusdan so'ng taqdim etilgan ushbu unutilmas kecha muxlislar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Nostalgiya ruhi aks etgan konsert kutilgandan ham yuqori tempda o'tib, guruhning har bir taronasi mehmonlar tomonidan jo'r bo'lib kuylandi. Bu tabiiyki kechaga o'zgacha fayz bag'ishladi. Ancha yillar sog'inilgan san'atkorlar Ummon guruhi tomonidan konsert Humo arenada taqdim etilyapti. Qalbdan chiqayotgan har bir tarona yuraklargacha yetib bormoqda. 2007-2008 yillarda ommaga tanila boshlagan Ummon guruhi qisqa vaqt ichida minglab yoshlarning qalbidan joy olib, eng sevimli san'atkorlardan biriga aylangan edi. Shuncha yillik tanaffusdan keyin o'zingiz qanday his qilyapsiz sahnada? Juda ham hayajonli. To'g'risini aytsak, 5 oy, 6 oy tayyorgarlik ko'rdik bu konsert uchun. Lekin har bir soniya biz uchun hayajonli bo'ldi. Bu kabi konsert bo'lishini menimcha kutgansizlar. Bekorga Humo arenada bo'lmadi konsert. Yo'q, o'zi bilasizmi, biz qo'rqdik boshida. Humo arenani tanlashda ozgina qo'rqdik, lekin muxlislarimizga ishondik. Chunki bu katta dargoh. 10 mingtadan 12 mingtagacha odam o'zini ichiga sig'diradi. Guruh solistlari Zohid, Shohruh va Jasur muxlislar qalbidan chuqur joy egallagan. Yillar o'tsa-da unutilmaydigan taronalarni taqdim etgan. Konsertda muxlislar hamda guruh a'zolari marhum Jasurni chuqur sog'inch va yuksak ehtirom bilan yodga oldilar. Jasur ham zo'r do'st, ham zo'r uka edi biz uchun. Har taraflama rostgo'y, har doim haqiqatni gapirgan bola edi. Ummon guruhida o'zi uni otaxon derdik. To'g'ri maslahatlar berardi. Bugun ham mana ko'rdinglar, konsertda xotirladik. Hech qachon uni esimizdan chiqarmaymiz, albatta. Bunga hatto haqqimiz ham yo'q. Har doim konsertlarimizda, qo'shiqlarimizda uni albatta eslaymiz. Bu kecha Humo Arena muxlislar hayajoni va jo'shqin ovozlari bilan yanada fayzli tus oldi. Dengiz, Tola, Kim deya, Yo'q kabi sevib tinglanadigan taronalar yangrar ekan, musiqa to'xtaganidan keyin ham qo'shiqlar muxlislar tomonidan bir ovozda kuylanishda davom etdi. Turistlardan shu qo'shig'imiz bor. O'shaning uchun duetlarni qo'shmadik. Chunki o'zimizning qo'shig'imiz ko'p. O'zi shuncha yillik tanaffusdan keyin kimdan chiqdi g'oya? Yana konsert beramiz degan. O'zi g'oya anchadan beri bor edi. 10 yildan beri bu narsani plan qilib kelardik. Kelamiz. Faqat sharoit ozgina to'g'ri kelmasdi. Shu mana shu yilga nasibdi. Bekorga sog'inganimdan emas, muxlislarimizni sog'inganimiz uchun, muxlislar bizni sog'ingani uchun shu konsertni uyushtirdik. Aytish mumkinki, ushbu konsert kutilganidan-da a'lo tarzda o'tkazildi. Ummon guruhi esa muxlislar uchun yangi konsert dasturlarini kelgusida ham taqdim etishlarini ma'lum qilishdi.